Men xafa bo'lsam, hech kimdan xafa ham bo'lmayman. Bitta o'tirib bir xafa bo'lib olaman-da, nima men xafa bo'lyapman? Bu dunyoda o'zi jannat-ku. Hamma narsani Allohim yetkazib bergan bo'lsa, mevalardan tortib, sabzavotlardan tortib, qovun tarvuzlardan tortib bersa, nima uchun xafa bo'lishim kerakman? Xafa bo'lmayman men deyman-da, shartta televizorda qo'yib o'yinga tushaman. O'yinga tushgandan keyin charchasam, yotgan joyimda yana boshlayman. Yana boshlayman. Keyin juda qiziqib ketsam, orqadan otadan chiqsa, yana o'rnidan turib, yana o'yinga tushaman. Umuman xafa bo'lmayman. Chunki bu dunyoni o'zi o'tkinchi, esdan chiqish kerak. Keyin bolalarga ham aytamanki, hech nimadan xafa bo'lmanglar. Mana bugun yomonlik bo'ldimi, ertaga shunday yaxshilik kunlar keladi, uni ta'riflashga til ojiz bo'ladi. Biz bandamiz deb ularga ham nasihat beraman. Shunaqa qilib o'zim xursand qilib yuraman.